Andijonlik ustokamizdan ajoyib ixtiro akalar. Mana shunaqa beton quyib beradigan apparat. Beton meshalka apparatlar bilasizlar, xuddi shuni kichraytiradigan versiyasi. O'zi bemalol bu ko'shik yordamida shag'alni olib, o'ziga to'kib, aralashtirib yana qaytarib chiqarib bera oladi. Beton qo'yadigan ustakalarimiz ishini bir necha 10 barobarga yengillatib bera oladi. Azizlar, eng qizig'i bu metanda hamda benzinda harakatlanayotgan bitta mashinada olib kelib bunga o'tkazib ishlasa bo'ladi. Rasxodi ham ancha kam bo'ladi. Bu yarim kubalik. Xullas ulgi tutib tursanglar, bilmadim bir 100 kubagacha qo'ya olsa kerak balki. Va bu tomonda hozir ustakamizdan buni nimalardan yasalgani haqida ma'lumot olib o'tamiz va olmoqchi bo'lganlar sotilar ekan ham bu. Va xizmati bo'yicha ham aloqa qilishsalar, Andijon bo'ylab xizmat ham ko'rsatishar ekan. Aka, charchamayapsizmi? Nimalardan yasadingiz buni? Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Rahmat. Buni asosan Moskvich zibor qilib, Moskvichdan ko'chirib o'tkazganmiz va traktorda zapchastlaridan foydalanganmiz, har xil texnikalardan Bular baquvvat qilingan. Tayyorlab, baquvvat qilingan. Xullas akalar, bu birinchisi bo'lgani uchun endi har xil eksperimentlarni o'tkazib ko'rish, xullas yaxshi holatga keldi endi. Yaxshi holatga shu kavushasini qo'ymagan paytda qo'lda ruchnoy tayyorlab qo'ydik, chiroyli chiqdi. Keyin shuni bilan kavushalarni qo'ydik. Endi bir katta ob'yomlarda ham o'zini qanaqa chustvit qilishini bir qator ishlatib, keyin yana bir obzor qilamiz. Albatta. Endi bu zo'r tomoni kichkina joylarga ham kirib ketadi. 1.40 ekan. Xullas 2 metrli joylarga ham bemalol kirib ish qilaveradi. Sotilar ekan, где-то bir 3000-4000 dollar atroflariga tayyor bo'pti, ustiga qo'shib bersanglar sotadi va xizmat bo'yicha ham